Tushda kana ko'rishning ta'birlari. Ibn Sinning aytishlaricha, tushdagi kana odamlarning ayollaridir. Tushida kana iste'mol qilayotganini ko'rsa, uning miqdoricha ayoli molidan yeyishini bildiradi. Tushida chorva mollarida ko'plab kanalar borligini ko'rsa, odamlar uning mollaridan foyda olishlariga ishoradir. Jobir Mag'ribiy aytadiki, tushida kanalarni o'zidan olib tashlayotganini ko'rsa, xotinini o'zidan uzoqlashtirishiga dalildir. Agar hayvonlaridan kanalarni olib tashlayotganini ko'rsa, hech kimga foydasi tegmasligini bildiradi. Ja'far Sodiqning aytishlaricha, tushdagi kana 3 narsani bildiradi: xotinni, xodim va xizmatkorlarni va ko'p boylikni. Agar kanalari o'ldirilganini ko'rsa, aytilgan narsalarda nuqson yuz berishini bildiradi. Tush ta'biri bashorat emas, barcha narsani bilguvchi yagona zot Allohdir. Ko'rgan tushlaringiz ta'birini bilmoqchimisiz? Unda kanalimizga obuna bo'ling.